Hürmetlik vatandaş leksiyalarımızı davamlaştırırız. Bugün Çislaq 2020 yıl 9 ayının 8 günü haftaga seshanba. Endilikte sizlerge anlatılgan leksiyamiz qısqa xabarlar. Qısqa xabarlar mındaq. Jungo Hindistan chegarasi da. Asli bu Jungo Hindistan chegarasi emas. Tibet Hindistan chegarasi, Uyg'uriston Hindistan chegarasi. Herkes Jungo Tibet, Jungo Hindistan chegarasi emas. Biroq hozir endi aytilayotgan, yezilayotgan xabarlar Jungo Hindistan chegarasi bo'lg'achqa biz shunday so'zlab keldik. Vatandaşlar bunu tushunsinki, bu chegaralar Uyg'uriston Hindiston chegarasi, Tibet ve Hindiston chegarasi deb ataladi. Asli ma'nosi bo'yicha. Hindiston chegarasida yangi bir pay o'q etildi. Voqealar taraqqiyoti intayin xatarlik. Taraqqiy qilib urushga aylanib ketishi mumkinmi? Zodi qaysi taraf buningga mas'ul bo'lishi kerak? Gunohsiz fuqarolarni urushga so'rab kirishga, go'ragi elishga qat'iy qarshi turamiz. Jungoga nazar torib filmi 9 ayning 8 kuni YouTube. Tez xabar. Kompartiya askari 5 nafar hindistonlik fuqaroni go'ragi oldi. Tibetlik alohida qism askarining motam murosimi dag'dug'iliq o'tkazildi. Modi mundaq dedi, Jungo azar yeydigan kunlar boshlandi. 9 ayning 7 kuni YouTube Gobovshan Media. Bu tutib ketilgan go'ragi elingan 5 nafar hindistonlik asli 7 nafar hindistonlik ekan. Bular o'zining yezi tog' jilg'ilaridan chiqib, ovchilik qilayotgan ekan, ovlayotgan Hindiston yoshlari ekan. Bular dastlabda qarshilashganmi, qandaq shundan 5 nafar kishini tutib elib ketib, 2 nafar yosh qechib o'zining yurtiga kelib olgan gap. Shundan keyin bu xabar matbuotlarga va Hindiston jamiyatiga tarqalgan gap. Ovlayotgan yoshlarni Jungo Kompartiyasining askarlari go'rag olgan gap. Amerika Jungo Tayvan bo'g'izida qarshilashyapti. Ozodlik armiya Huanghai, Boxay dengizida harbiy manevr o'tkazyapti. Amerika Sharqi dengizida harbiy manevr o'tkazyapti. Amaliy o'q etib. 9 ayning 8 kuni pulga qaraydigan yillar YouTube. Shitov xabarlari. Jungo Hindiston yangi to'qinishi. Tibetlar alohida qismlari, Tibet bayrog'i, Hindiston bayrog'i, Hindiston armiyasi o'tkazgan harbiy dafna murosimi. Hindiston Jungo davlat mudofaa ministrlari Moskvada suhbat o'tkazdi. Neticesiz oyoqlashdi. Bu masala yomon og'ir masala juma vatandosh. Siz tahlil qilib beqing, men sizga savol qilib qo'yay. Hindiston davlat mudofaa ministri, Jungo davlat mudofaa ministri Moskvaga bordi. Moskvada o'ltirib nazorat ostida demasakmi, Moskvada o'ltirib bu qatimki chegara masalasini muhokama qildi. Afsuski, buning hech qanday natija yo'q, qaytib keldi. Ondan keyin Gobovshan nima deydi, bayincha Shitoy nima deydi? 5 nafar hindistonlik yosh Jungo armiyasi tarafidan qo'lga olindi. 9 ayning 7 kuni YouTube. Amerika Zhongshan shirkatini embargo qildi. Huawei shirkatidan burun Zhongshan shirkatini Amerika embargo qilgan edi va adablagan edi hozir shu Zhongshan shirkatini embargo qildi. Go'yo yadro bombasining knopkasini bosgandek bir ish bo'ldi. Ozodlik armiya balki bir poy raketami qo'yib berolmasligi mumkin. Halqiliq paytlar 9 ayning 7 kuni YouTube. Demak, raketa texnikalik hodisa, texnikalik bir sayma harbiy qurol yaratganlar. Buni Zhongshan shirkatiga chetib qaraganda hozir pulga qaraydigan yillar nima dedi? Demak, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Zhongshan shirkatiga embargo qo'ydi.
endi azatlık armiyanın raketası asmanga chiqa olamdi deb savol qo'yibdi vatandosh.